Dunyoda 7 yoshli bola nimaga 50 kiloli bir qop unni ko'tara olmayotganini ko'rib turib, qanday qilib deyishi mumkin bo'lgan odam bu amakisi bo'ladi, bilasizlar? Mana kun zo'r o'tayotganman, maza qilib o'tirsangiz, dadingiz uzada telefondan gaplashayotganini eshitilib turibdi. Gaplashib turib, "Ha, bo'p, tog' jo'nataveraman" deydi-yu, aslida o'zi yurak orqaga qarab tortib, yo boshqa viloyatga borib kelish kerak, 2 litrli bank olib kelish uchun, yo amakini uyi. O'zi chaqirsa yomon chaqiradi. Telefon qilib turib, "Jiyan, bu ertaga qo'y so'yatuvdik, go'shtini olib ketishing kerak edi. Bir 5 minutga kelib ketgan" deydi. Mana shu bo'pti deb borasiz, mana mahallasiga burilib turib eshigini tagida 2 kamat shag'al ko'rasiz-ku, ashu yerda o'zida yurak orqaga tortadi. U qaytib ketishda ilojisi yo'q-da. Borsiz, eshik tagida o'sha bitta arava bilan lapatgan ushlab, "Jiyan, ko'rmaysanmi? Qara, shag'al kelib qolibdi-da, bugungilikka kaykirasiz." Bilmayman, bugunga to'g'ri kelib qolganini qaragin deydi. Qarang-a deyman-da, shu bugunga to'g'ri kelib, o'g'lingiz ham repetitorga ketib qolgan. Aniq bilaman. Xotiningizni ham jo'natib yuborgansiz. Hozir abidga badringman, sovuq choy yeb o'tiraman men.